Ana devon ichidagi eng katta kema. Hali bitgani yo'q. Ana shu sariq sapadolar bittasi 30 metr. Kemagacha kamida 50 metr bor. Azam, qayerdan? Ana Azam. Ana kemani oldida kichkina bo'lib qolgan. Bu kema kameramizga sig'mayapti, juda katta. Bu dok bu. Eng katta dok, devon ichidagi eng katta dok. Uzunligi 150 metr. Eniga 80 metr. Mana bu Azam. Gapir Azam. İppoyo. İppoyo. Bu kemani dum qismi. Bosh. Hali 3 qismiga oh. Buni 140 metr yuramiz. 100 metrli 250 metr. Bu kema 500 metr. Eng katta kema. Eniga necha metr edi? Uzunligi 500 bo'lsa, 250 bo'lsa, yana 150 metr edi. 100 metr. Ha, yana 100 metr. 900'ligi bunaqasiga 500 metr. Kema ham 500 metr. Mana shu olagan kema 500 metr. Hozir biz dum qismida turibmiz. Kema asli net ko'rsatadi. Vah ya. Yoz net ko'rsatadi. Kemalar bittasi 1,5 yerga chiqadi. Bu kema 3 yilda chiqadi kattalik uchun. Endi o'sha bitib ketishida endi kraskasidan 3 yilga chiqadi. Tanishtirib borur. Mana ular qo'yilgan tayyorga kema ushlab turish uchun. Palpanlar bular mana. Mana bular palpanchilashi. Palpanchilar deganga endi zina ko'rib kema ustida chiqib ishlari shunaqa teraveradi. Avval kraskalar ana kraska dikutini kraska. Ha, bu kraska ona. Mana ilingan esa svorka qiladi. Mana yarim ko'tardi, dikka chiqib. Ha, o'zi ko'tariladi bu. O'sha tepan yo'llarini ishlaydi bunda. Hozir bugun bozorlar uchun hech kim yo'q, o'zimiz tekshiramiz. Qanday ishlayapti, nima bo'lyapti, ishlar yaxshimi? Qo'ldan o'tkazib endi tepa chiqib ketgan shogirdlar hammasi ishga. Ular ko'rib qog'oz o'qib beramiz, qo'l qo'yib ular ko'rib, nima qilib yaxshi tasdiqlab beramiz. Ishga qarab pulni beramiz. Bizda dobri bolalarmiz degan. Biz shuni yurib tekshiramiz, ular kaska bo'lish kerak, обязательно har kimga. Bu tepadan har nima tushishi mumkin. Kaska bosh taqlaydi, odam ish qiladi. Mana o'tga olib qo'yamiz, kak bolani. Azam qo'yamiz. Ochkilar taqilmaydimi? Ha, ochkilar kun to'qamiz ochkilar. Ochkilar quyoshdan saqlaydi, ham ko'zga kirmasligi uchun to'qiladi. Kak bolani mashina qo'lini beramiz, esans bor. Mana dum qismiga qaytamiz. Ha, bu dum qismida turibmiz hali. Bu 500 metr. Bu degani yarim kilometr. Bu nima bu endi? Azam taqvo'psan mana qizil narsa. Bular anjon belti. Bular tepa chiqqan bilan ilib qo'yamiz. Kemamizda chiqqan bilan. Ha. Tushib ketmaslikka-da balandda endi.
Mana как положено. Боевик. Boyavoy. Bergan turadi. Hmm. Texnika безопасность. Texnika bezopasnost. Ha, Kemante, mana qorong'u hali. Kunduzi ham shuna qorong'u bo'lib turadi Kemante. Nima kuchalik katta. Vaqti o'tishmaydi. Ha, mana. Dokka sig'mayapti 100 metr. Oxirgi bo'lgancha 2 soat vaqtimiz yetishi ya. 2 soat. Batarkamiz kam. Bo'lgandan keyin davom ettiramiz tarafdan. Mana shu yerga quyosh tushadi xolos. Shunday qilib mana ishlab yuribmiz. Ishimiz shu. O, rahmat.